Assalomu alaykum, hurmatli Siddo'z kanalining obunachilari, qadrdonlar. Ro'za Ramazon oylari hammalaringizga muborak bo'lsin. Tutayotgan ro'zalaring Alloh dargohida qabul qilsin. Bugungi videomiz Xudo xolasa, ya'ni oshxona mebellar haqida bo'ladi. Xudo xolasa, Anvarjon yana bitta ishlarini tayyorlab beribdilar. Xudo xolasa, uyda egalari ham anchagina xursand. To'g'rimi, Anvarjon? Ha. Charchamayapsizmi? Rahmat Allohga. Assalomu alaykum. Salomatlisiz, charchamayapsiz. Yaxshi oldinglar. Rahmat Allohga. Hozir biz qayerdamiz? Biz Namanganda Popdamiz. Namangan Popdamiz. Popdamiz, ha. Juda ham yaxshi. Qadrdonlar, bitta ko'rib turib baho berib berasizlar. Faqatgina niyat qilish kerak. Xudo xolasa hammani shunaqangi chiroyli ko'ngillarga yetkazsin, ha? To'g'rimi aka? Xudo xolasa. Xo'p, bitta ma'lumotini beraylik, qisqa lo'nda ma'lumotni berib qo'ysak. Bo'ldi. Xo'p, ishimiz bir chekkadan keladigan bo'lsak, razmerlaridan boshlaydigan bo'lsak, razmeri общий 760 ga tayyorlab berganmiz. 760. Ustilari akrilli tosh. Aha. Ustilari akrilli tosh, mexanizmlari outside, tepa eshik fasadimizdan 120 qilib tayyorlangan. Общий yerdan 280 ga tayyorlangan. Yerdan tevasigacha 280. Bizlarga 760. 760. Bu chekkaga mikrovolnovka duxovkasini joylashtirib berganmiz. Aha. Xo'p, bu chekkaga xo'p kargosi, xo'p qoshiqdoni, yana kargosi va musor pakiri bizdan bo'ladi. Bu ishimiz bir pagonda metri $400 chiqadi. $400 qilib beramiz. Usti toshlik uchun. Usti toshlik. Ha, usti toshlik uchun. Hop, yo, stolishni istamagan, rossiyskiy stolishni istasa $300 qilib beraveramiz. Bir pagonda metri. Ha, pagonda metr agar tosh bo'ladigan bo'lsa $400 dan, rossiyskiy stolishna bo'ladigan bo'lsa $300. $300 qilib beramiz. Ha, bu nimamiz, ostrofimiz razmeri 1.10 ga 1.30 tayyorlangan. Bu tomondagisi idish tovoqlar uchun, rakvina bu tomondagisi hali meva cheva anaqa narsa yuviladigan uchun qilib berganmiz. Fruktlar uchun, ha. Juda ham yaxshi. Hozir buni materiali krashinni endi. Materiali 100% krashinni endi. Kraskalari turetskiy kraska. Noldan tayyorlangani 7 sloy narsa sepiladi. Noldan tayyorlanguncha, mana shu holatga kelguncha 7 sloy narsa sepiladi. Zo'r. Ammo ishni yorib qo'yibsiz, ama. Mana men ponni g'aladonlarning taylari ham laminat 100%. Taylari ham Dauchi, ponni. Zo'r. Ishlardan ko'rsalaymi? Bellar yalinaka yaltir-yultir aynan idish tovoqlarini qo'ysa bo'laveradi. Petlari ham 3 ta. Sushilka qolib keldi. Sushilkalari ham bizdan. Sushilkani ham qo'shib bergansiz. Ha, ichlari ham mana 35 sm chuqurligi. 35. Mana hamma o'sha vakuum. Juda ham zo'r. Zo'r. Bu yerga haladen deydi uni. Haladen joyi bu. Haladen deydi joyi. Mana bu tomonda hali shashilish holatlarida choy-poy ichib ketaveradigan qilib tayyorlab berganmiz. Lekin mana shunaqa barniy stol ham bo'lishi kerak albatta. Mana ponni svetlarni ham ishlariga tayyor qilib berganmiz. Endi bu ishimizga qancha garantiya beramiz? Xo'p, aka, stolning ustiga o'zi общий 20 yil garantiya beramiz. 20 yil. U 20 yil nimaga deydigan bo'lsa, u nimasiga ishib ketmashiga javob beramiz-da biz. Hali sindirib yuborsa, boshqa narsasiga javob bermaymiz biz. Hali ko'pchilik tushunmayapti ayni hisobiga. Shilinmaydimi to'g'ri? Yo'q, shilinmaydi. Shilinmaydi. Zo'r. Gazlari ham mana hammasi ishlayapti. Goodwill qo'yilgan ekan-a? Goodwill, ha. Juda ham yaxshi. Niyat qilganlar albatta eng kamida shunaqangi ishlar sizlarga ham nasib qilsin, qadrdonlar. Bir pagonometri xuddi shunaqa holatda bo'yi 280 bo'ladigan bo'lsa, bir pagonometri $400 dan chiqadi. Nimani hisobiga? Tevasi toshli bo'lganligi uchun. Oddiy stolishna bo'ladigan bo'lsa, o'sha aytganimizdek $300 dan chiqadi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka bepul. Ustanovka hamma ham bepul. O'lchab berish, dizayn xizmati ham bor, ha, o'lchab berish, dizayn xizmati ham bor, lekin qildiradigan odamga. Yo'q, keyin dizayn chiqqandan keyin bir maslahatlashadiganiga yo'q bu narsa. Iloji boricha, qildiradigan odamga qilib beramiz bu dizayn. Ovoragarchilik bo'lmasligi uchun. Ovoragarchilik bo'lmasligi. Juda ham yaxshi. Qadrdonlar, aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa shunaqangi ish, sifatli ishlardan sizlarga ham qilib berishadi. Aloqaga chiqib olasizlar.